Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi sotuvdagi mashinamiz Cherry 7 Pro avtomobili bo'ladi. Mashina o'ta darajada derski ekan. Durishini qaranglar buni. Qora rang mashinamiz eng full pozitsiyada 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Salon narxi o'zini 340 million so'm sotilgan ekan. Salonda hozirgi narxi buni 260 million so'm pul bo'lsa beriladi. 260 million so'm. Necha so'm zarar уже? Hisob kitob etaverasizlar. 2024-yil aytib o'tdik, mashinamiz 16 000 probekda, balonlari yaxshi sostaniyada, holati ideal, yechirinda kirchiq-pirchiq defektlari yo'q, kraskalarni o'zlari uchun bemalol proverka ettirib olasizlar. Provektlar ham 16 000. Ko'rsatib olsangizlar ham bo'ladi, yana ko'rsatib o'tamiz. Yana salon qismi 360 gradus kamera, elektrosidina paket, panorama tom, xullas mashina idealni, yechirinda aybi defekti yo'q. O'zlaringiz bemalol proverka ettirib olasiz. Ustalaringizga orqalarini ko'rishingiz mumkin. Only kojani o'yatdan beri holatlari ideal. 260 million so'mdan yana kelishib beramiz ustunda. Ko'ringlar, mashinamiz lekin dimzo'r narxda turibdi. Kelsangizlar avtokredit, barter, naqd, xullas o'zlaringiz yaqqan to'lov uslubida olib chiqib ketsangizlar bo'ladi mashinamizni. Faqat kredit Xorazm propiskaga chiqadi, shuni ham aytib o'tsak. Xullas, videomizga bir like'larni bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar zo'r narxlardan chiqarib turibmiz. Qo'llab-quvvatlab bir like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Xudo xohlasa, bundan ham zo'r narxlardan, zo'rlarini chiqarib borishni davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mashinamizni kutib turibdi, bemalol kelaverasizlar.